Shavkat aka sochni qanaqa qilamiz? Sochchi молодежный degan prichoskasi bor. O'shani qilamiz. Quloq ustimda iskasok, mamlakatiga to'g'ri bo'lmasa. Ha, kassi. Sochchi mana kichkina, ha. yonlarni ozgina kaltaroq qilib, orqalarini ham kaltaroq qilsak bo'ladimi? Ha. Keyin ozgina rang berib bo'yashga nima deysiz Shavkat aka? O'sha ozginagina qoraroq bo'lsa hech nima qilmaydi. Polni bo'yab yubormay, ha? Yo. Jahli bo'lib ketib qolaman. Keyin yana sizga bitta dog'ali so'g'am bor. Hozir Aziz aka degan bitta aka borlar. O'shalar kostyum shim olib kelyaptilar sizga. Bu вообще umumiy imidingizni xudo xolisa o'zgartiramiz, bo'ladimi? Uydagilarim ham Tanishmaydi. Bir 20 yilga yoshartiramiz sizni. Gap yo'q, rahmat. O'zgarishga tayyormisiz? Tayyorman. Hamma narsaga tayyorman. Hamma narsaga tayyorman, yomon qildilar lekin. Qalay bo'ldi aka? Yaxshi. Chotki patsan bo'lman konkret. Yoqdimi o'zingizga? Zo'r, rahmat, qo'lingizda dard ko'rmasin. Soqol qo'ymaganman dedingiz hali. Qanaqa soqol qo'ymadim, mana bir chiroyli kuni bo'larkan. Endi sekin-sekin qo'yaman. Yoqdimi o'zingizga? Ayya. Yoqqandan xursandman. Necha yoshga yoshardingiz o'zingiz? 20 yoshga yoshab qoldim. Salomat bo'ling aka. Rahmat. Sog' bo'ling.